yegan ovqati ham uxlagan, yegan ovqati ham uxlagan, uyqusi ham mazasi bilmabdi. Og'ir yeyishga ovqatlari qolmay, kambag'al bo'lib qolishibdi. Kichkinasi ishlab kelib, yegan quruq noni ham shirin, ichgan choyi undan shirin, uxlasa uyqusi ham shirin bo'lar emish. Shunday qilib uning borgan sari davlati ziyoda bo'lib, uyqusi shirin, ovqati mazali bo'lib borar